Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bola nomli romani. Bu roman Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. Naima Yoshlar maydoni yenidagi bir nusxa ko'paytirish do'konida tilxatni 5 nusxa ko'paytgandan keyin so'mkasiga 2 qatlab soldi. U endi grim do'konlaridagi grim buyumlarning oborot bo'lish ahvolini bilib beqish o'yida bir qancha do'konlarni oraladi. Chunki u oqshom to'r orqali o'zining do'konlaridagi har qaysi grim buyumlarning setilish, beslab qilish tekshib bo'lmaslikdek ba'zi ahvollarni uqqan edi. Bundan boshqa Şinjanning janub va shimoliy, shundaqla sharqiy Şinjandagi grim buyumlar do'konlariga to'p va poch setilgan ətir, yüzmeyi, shundaqla badan yuvish suyuqligining bir qancha xil turlarining oborot bo'lish ahvolini uqmoqchi edi. Bu mahsulotlar Jungo, Fransiya, Germaniya, Koreya, Singapurlarning bo'lib, qaysi o'rinning mahsulotlarining oboroti tez, miqdorining ko'p bo'lishi savdodagi uchurda intayin muhim o'rinda turadi. Naima Rayhan grim buyumlari markazi degan viviski esilgan do'konga kirdi. U bir qanchalagan mahsulotlarning setilish ahvolini so'ragan edi. Mol sotqich qiz xushal holda: "Ular yaxshi mengayotdi, ham xaridorlarning inkaslarimi yaxshi", deb javob berdi. Naima yaxshi setilayotgan, to'xtab qaylayotgan, setilishi tekshib bo'lmayotgan mahsulotlar ismlarini xotirlab oldi. "Sizlar molni qaysi yerdan elyapsizlar?" Naima mol sotqichi qizni gapga soldi. "Qarasam, yangi mahsulotlaringlar xeyli ko'p turadi." "Direktorning deyishicha", dedi mol sotqichi qiz. "Urumchidagi Naima ayollar dunyosi grim buyumlarini to'p ham poch setish markazidan olibdi. Davomli shu yerdan olamdi ekan." "Shundoq o'xshaydi. Direktorning deyishicha, Naima xonimning mahsulotlari ishonchli ekan, ham bahosimi normal o'xshaydi." Bu asnoda do'konning ishkirki bo'limidan chiqqan direktor Rayhan kelgancha Naimani xazinasi. Ular qizg'in ahvollashgandan keyin Rayhan mol sotquchilar ham xodimlarga qarab so'zlab ketdi. "Men sizlarga davomli gapini qiladigan direktor Naima shu bo'ladi. Qani bir tabriklayli." Ko'pchilik birdek chavoq chelishdi. "Bu qaytim molga borsam sizni hamma ishlarni Shuhrat Tayga topshirib, o'zi G'uljidagi dachisida dam eliyotdi deyishdi", dedi Rayhan Naimani ishxonasiga boshlab. "Dachingizning qayerdaligini bilmagandan keyin izlab borolmadim." "Nada bo'ladi? Sahroda. Dadam eshaga soldirib ekan." "Urumchiga qachon qaytasiz?" "Bir mezgil dam olay deyman", dedi Naima. "Ishkiriga chat elga qatnab bak taljiqib ketibdiman. Do'konlarmi ko'zimga g'alati ko'rinadigan bo'lib qoldi. G'oljilik yigitlardan birarini qo'lingizga qo'ndirib oldingizmi nima? Qo'ying-a sizni." Rayhan Naimani mehmon qilaman deb turib olgan edi. Naima bejardigan muhim ishining borlig'ini aytib, o'zini so'radi. U bakmu tashlida Rayhan bilan xo'shlashib, tashlabkining oldiga kelganda tuyuqsizlab bir kimning "Naima" deb chaqirganini anglab turib qoldi. Bu chaqda yo'lning u tarafidan to'g'ri kesib, egiz, qomatlik bir yigit bu yoqqa qarab kulib kelmoqda edi. "Nima, meni to'nimadingizmi?" Yigit kulib edi, uning op-oq nam tishlari ko'rindi. "Nimandaq odamni qo'rqitib chaqchiyib turasiz?" "Tova, tug'liqsiz. Ajab o'zgarib ketibsiz-a?" Qiz bo'lsa, yigitning to'rt tarafiga kashta qo'ndirilgan beg'irang Manchester do'ppisiga, sus yeshil chaqmoq kaltiyan ko'ngligiga, qir chiqirilgan ishtaniga, meg'iz rang shiblitiga qarab hayratla qoldi. Bo'libmi uning pokiz bug'doy o'ng chiroyiga xo'pmi husn qo'shgan Kavkazcha burutli, yenib turgan cho'ng ko'zlari, qirliq burun, kang peshonalari
har qanday qizning maylini tortib yuragiga o't yoqatdi. Shahar yigitlariga o'xshab qolganligimga o'shligingiz kelyapti. To'lib biljirlamang, siz ularga o'xshamaysiz. Oramizdagi xonga bir necha katman to'puz tashkilolabdimanmi? Nima dedingiz? Naimaning ko'z oldiga darhol oyoz kelgan edi. Bo'ldi, vaqirmang, bu degan ko'cha, uning ustiga shahar. Amsa, boyiqa gapni tushundiring, qaravoy. Mening ko'klamga to'lib esilvanmangchi-mi? Jap. Bo'lmasa yomonlab qolaman. Xotin kishidak yomonlasangiz yomonlang. Endi qo'rqmayman. Hey, mavzuandarning og'zining askiligini qara. Heli baka. Amsa, uring aqini. Bo'ldi. Naima, xalqlar qarshivatadi. Ko'rishsaklar orali tursiz urush qili. Amsa, o'tganda dachida nima dedingiz? Naimaning ko'zlaridan yosh to'kildi. Siz bilan ko'rishmayman, yuraklarim qonab ketadi degan odam chiroyli yasinib shaharda nemish qilasiz? Birer paxpaygan xotin sovutib qo'yibdimi ya? Tova. So'zlab qopti bu Hazazul. Rast, so'zlab qoldim. Hey qiz, dedi to'g'liq qahr bilan. Men sizni izlab shaharga iz qo'g'lab keldim. Yuring, avval qursaqni to'yg'izib, ondan sizni o'ynataman bo'lamdi. Endi so'qishmaydigansiz. Rastli meni izlab kirganma? Iz barayi xudo. Endi so'qishmayman. Biroq yana nima biroq? So'qsa Naima ko'zlari yosh yo'qi kuldi. So'qsa bek payzi bo'ladi ekan. Xuddi uzun yillik qadinaslardek. Shunga siz bilan so'qishqim kepli turadi. Undaqda tamoq yevilib men sizni so'qishga rosa atlik osmoni keng bir yerga opray bo'lamdi. Hadanga, nima yeysiz? Peter Manta. Pah. To'liq tamoqlarini chaqildirib, kolpuklarini tamishib ketdi. Ustiga qormuch sepilgandan texi sho'rpalari temib turgan. Ular Baytullah oldidagi bir oshxonaga kirib Peter Manta yeyishdi. Ondan ikkisi har xil qutiliq sovuq ichimlik, mineral suv, mayliq to'qoch, 2 kaxcha non orliqiga 20 zix kavob oldi. To'g'liq birli isqirtib qo'l isharasi qilib, bir taksi aylanib kelib ularning oldiga to'xtadi. Kichik cho'qur, oqu aramgohiga opirib qo'ying, dedi to'g'liq shofirga engishib. Kichik cho'qur, cho'ng cho'qurlar Ili daryosining o'ng qanotidagi hadis go'zal manzaralik sayohat rayonlari bo'lib, ko'z yetkusiz o'rmon Ili daryo vodalarini qoplab turadi. Xuddi yeshil maxmal o'ttirsiga qora ipak yeb o'tkazgandek cheksiz o'rmon o'ttirsidan kesib o'tgan asfalt yo'l Chapchalning qo'g'inchi, Qaynoq, Jag'istay qatorliq yeza sahralarga uzab ketdi. Kichik cho'qir, cho'ng cho'qirlar yo'lning ikki qanotidagi pastlikda bo'lib, selinib ketgan qizil, yeshil, oq, seriq ravoqlar, shipanglar, oshxona, restoran binolari, suv ustiga selingan aramgohlar. Qo'yib o'rmon orasidan xuddi kichik bolalarning oli yeshil tizma o'yinchiqlariga o'xshash ko'rinadi. Ili daryosining daraxt yiltizidek ayrilgan taramlari, qilin o'tlar, chatqallar, to'qayliqlar, yovu gullar höppida echilgan qirlarni aylanib, o'rmon ichiga kirib g'oyib bo'ladi. Ili xalqi to'y tukun marika, qatorchoy, xotiri kunlarni Ili daryosining kichik cho'qur, cho'ng cho'qur sayohat rayonlarida o'tkazadi. Bu yerlarning manzaralari romantik xayollarga mabdun yoshlarni o'ziga mahliyo qiladi. Shunga yangidan to'y qilgan, to'y qilish oldida turgan oshq mashqlar kichik cho'qur, cho'ng cho'qur manzilgohlaridagi
ilin naqshlari üzülmey anglanıp turgan, bulbullar sayrab harmagan iptidai ormanlarga singib ketadi. Taksi kichik cho'quri Oqu aramgahining uduladagi cho'ng yil chetida to'xtadi. To'g'liq bilan Naima mashinadan tushib atrofiga nazar tashladi. Oqu aramgahidan birer ravaqqa kiramdi. So'radi To'g'liq. Qoldisi o'zingiz bir nima deng. O'tlar yalpinib turgan, Majnun talla usul o'ynayotgan, sular shildirlashayotgan, bulbullar sayrashayotgan to'qayliqqa boraylik. Bo'ladi. Biroq u yerda so'qish qilib bo'lmaydi. Odam suvga tushib ketadi. Bo'pti, adab bilan so'qishaylik. İkisi tangli kulib ketishdi. Ular qalin o'tlarda aralla qadam elib o'rmon ichiga borgan siri ishkirlamoqda edi. Qayerdandir dutar tambirning mo'ngluq ovozi anglansa, yana nadandir Sodir palvonning naqshlari yangraydi. Texi ba'zi cho'ng shipanglardan yigit qizlarning sho'x jirlashlari ham taqildab o'ynagan adinoshkalar o'rmon ichini chang keltirgan edi. Ular birer maktabning dala sayohatiga chiqqan o'qituvchilari bo'lishi mumkin edi. To'g'liq bilan Naima chig'ir yo'lni tashlab, butunlay chig'irtmoq, bo'yla, buya, shivoq, ham qirchin talla qoplab ketgan bo'kkida bir sayga kelib o'ltirishdi. Ularning oldida bir taramsu lo'mshib yiqiyotdi. Uning o'rtasida xuddi Manchester do'ppidak döp-dügülek bir oralchiq bo'lib, uning usti so'sin rang echilgan tilqanat yovibedilar, qizg'ush chechaklarini dasturxondek yaygan yo'g'imashlar, yana qandoqdi ushshoq, lekin oq echilib ketgan yovi gullar qoplab turadi. Dilqut xazinasi. To'g'liq bilan Naima qalin o't ustiga o'ltirib oldiga gazitni yaydi. Ondan sovuq ichimliklarni tizib Ularning texi kursiga oshmag'ashqa non bilan kavobni so'lyav xaltiga yo'gab qo'ydi. Naimaning kulib turgan ko'zlari, guldak echilgan chehridan uning bugungi bu tasodifiy sayohatdan bakmo mamnun ekanligi chiqib turadi. To'g'liq uningga ananas sharbati qutisini echib berib, o'zimi birini oldi. "Hey To'g'liq, boyi siz hog'ning gapini qildingiz?" Naima hayron bo'lib so'radi. "Men tönügülla hong to'g'riliq dars anglagan." "Kimdan?" "Ayazkamdan." "Men mushu." To'g'liq Ayaz bilan bo'lgan suhbatni qisqalab bayon qildi. "Tönügün Ayazkam siz bilan paranglashib bo'lgandan keyin bizning uyga chiqibdi ekan. U meni bir muncha ayblab tullabli ketdi. Dadamg'imi degan edi. U ochiqlab qoldi. Şuna bugün men sizden kechirim so'rag'ili orqangizdan qo'g'lab keldim." Naima birdilla ulug' kichiktinib ko'zlarini qochirdi. "To'g'liq, mening qanchalik qurbon berib, qaysi darajada badal to'laydiganligimni bilamsiz?" Naima ig'ir tindi. "Agar men siz bilan to'y qilsam, jamiyatimiz, odamlarimiz nimalarni demaydi? Men ularning hammasini o'ylashib bir qarorga kelib bo'ldim. Shunga ashu xalqlarning besixmas zuvanini besish uchun, Oyazkam degandek hon taraytish uchun kurash qilaman. Siz menga moslashib berishingiz kerak. Oyazkam honni taraytishning amollarini degandu." dedi. To'g'liq ig'ir xiyolda edi. "Menmu qo'shilaman. Meningmi endi boshqa tanlash yo'lim qolmadi. Men puldan qisilmayman. Faqat moslashmasligingizdan, yerim yo'lda bel qo'yib berishingizdan qo'rqaman. Siz bir qiz turib shunchalik irodiga kelayotgan yerda men bel qo'yib bersam, yigit degan nomimni itqi tashlab bersam bo'ladi. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin mu o'qiysiz, bo'lamdi?" "Bo'ladi. Sizni o'qitib cho'ng kadr, amaldor qilg'im yo'q. Saviyalik ham zamonga loyiq odam bo'lsangiz kifoya. Faqat ot arvangizni kichik mashinaga almashtirib beraman xolos." "Menmu shuni xohlayman."
Mening nima uchun sizdek bir ko'mirchi balani hayot safarimda umrlik hamroh qilib tanlashim, balkim sizni mo hayron qoldirar. Bilishni xohlasangiz, men sizga so'zlab beray. Naima 2-sinfda o'qiyotgan yili 3-sinfdan tushirib o'tgan Ikrom ismli bir balani ularning sinfiga kirgizib qo'ydi. Naimaning yanida o'ltiradigan balani ota-onasi boshqa maktabga yo'tkab ketganligi uchun Ikrom Naima bilan bir partada o'ltirdi. Ikromning kiyim-kechigi baxmi ko'na ham yirtiq bo'lib, tarpurab yanida o'ltirg'ili bo'lmaydi. Bir kuni Naima uningga: "Ko'nglik ishtonlaringni opang yuyib yamab bersa bo'lmamdi?" degan edi. U: "Opam yo'q, o'lib ketgan" deb javob berdi. "Amisa dadangchu?" yondiribla so'radi Naima. "Dadam do'nko'rikda yamoqchilik qiladi. Pul bo'lmasa qursqimiz osh qoladi" dedi Ikrom bo'sh ovozda. Mana shuningdan boshlab Naima maktabga mangdi-yu, popkasiga non, pechine, bolka, baqali qatorliq yemakliklarni selib elib, u balaga beribdi. Ikrom davomli qursoq, daftar, qarindosh, yozning ham qishning g'imida yurgashgimi, darsdami yaxshi emas edi. Shunga Naima balalar darsdan tushganda Ikromga darslarni tushundiribdi. Topshiriqlarni ishlashga yordamlashatdi. Bir kuni maktabdagi kashlik faoliyatdan keyin Naima do'stlari bilan birga uyiga ketib o'tadi. U tasodifila Ikromning xuddi yo'g'on sanduqqa o'xshaydigan bir horvani org'amchi bilan tirajab so'rab ketayotganligini ko'rib qoldi. 30 yoshlardan oshgan, chiroyi sap seriq bir odam horvaning oqisidan ishtirib mang'och to'xtamay yo'tiladi. Shu kuni Naima uyiga kelibla pang'ada jig'layotdi. U esa deb, o'pkadab, jig'li bir nimalarni debli ketdi. Qizining gaplarini anglagan Xolqay uni jimlab: "Jenim qizim, undaqla ko'rming. Siz ularni yo'lab bulamaysiz. Agar u bala bilan yaqin o'tadiganingizni dadingiz o'qib qolsa, ko'nglingizni ko'rasiz." "Oppa, dadam nima uchun oshundaq bechoralarga o'ch? Ular namrat puraydi. Kiyim kechikida pit sirki bor." "Oppa, pit sirki degan nima u?" "U paskinachilikdan bo'ladigan ziyonli hasharat. Lekin u bola shundaq bechora tursa." Mana shundan boshlab Ikromning o'qish badal puli, kitob, daftar, qalamlarining huddidan chiqib ketayotgan Naima opisiga kuchi yetadiki, dadasiga hargiz uqtirmaydi. Hatto ota-onalar yig'inig'imi opisini qatnashtiradi. Naima Ikromning barliq o'qish chiqqanlarini ko'tarishdan sirt har yili bir qatim taqdirgan maktab formasini elib beradi. Onundan başqa Xalqay balalar bayrami, Qurban hayit, ro'z hayitlarda kiyim ep berish uchun bozorga chiqsa, Naima oldi bilan Ikromga oldiratdi. U chaqlar Turdi Hasan yangidan muavin nozirlikka ko'tarilganligi uchun xizmati baxmi oldirash bo'lib, Naima ham Hamidaning o'qish, turmush ishlari bilan kori bo'lmaydi. Naima o'rta maktabning 6-sinfida o'qiyotgan chaqlar edi. Bir kuni muallimi muarif nazoratiga xizmat bilan berib qilib, tasodifila Turdi muavin nozir bilan uchrashib qoldi. U Naimani shunchalik maqtab ketdiki, uning necha yillardan beri bir namrat o'quvchini yo'lab kelayotganligini, maktab gazetlarida, radiolarda tashviq qilinganligi, o'qituvchi o'quvchilarning uni hayot lifang deydiganligi qatorliq yaxshi ish, ilg'or faoliyatlarini so'zlab berdi. Lekin shu kuni kashda Turdi muavin nozir Xolqay bilan Naimaga xeyli chechilib qoldi. "Balani yomon o'gitib qo'ygan siz", dedi Turdi Hasan Xolqayga qo'lini shiltib. "Albatta, ona bo'g'ichi balaga kimlar bilan do'st bo'lish, kimlardan yiroq turish, kimlarga xayrxohlik qilish, kimlarga qilmaslikni o'gitish kerak. Bala
Undaq kelish pəxəs, yalıngaşlar bilan aralashsa payli buzuludu. Yaman idiga, yaman xarakterini yetildirib alıdı. Qursig'i nonga, qo'li pulga, uchishi kiyimga zori o'tgan balalar cho'ng bo'lganda ko'zi och, ko'ngli past, nazar doirasi tor, fikr qilishi yuza, kolikomsha odamlardan bo'lib yetishidi. Ularga har qancha yaxshilik qilsangmi, kichikkina manfaat oldida seni hech oyanmayli setib etadi. Xuddi qarog'oga sadiqa bersa, qiyomat kuni men uni ko'migan deb tenib olgandek tuz ko'rnimlar u. Xayriyat Ikramning barliq chiqimlarini ustiga olgan Naima bechora opsini yunib g'ajab degandek to'liq o'tir maktabga chiqdi. Bu chaqda Ikramning dadasi o'lib ketgachga bir tog'isining uyida turib o'tadi. U kichik chaqlarida Naima nima bersi elivagini bilan yoshlikqa qadam qo'yish bilan izot atadigan, xijil bo'ladigan bo'lib qoldi. Endi olmay, ishlatmay desa, o'qishga bo'lgan mastonilik uni yanala qo'l so'zishga zo'rlaydi. Shunga dars takrorlash, dam elish, topshiriq ishlash jarayonlarida, hatto o'ynag'ili chiqqan yerlardami Ikramning qilgan ahdu vafolari, yig'lab turib ishgan qasamlarini Naima sanab berolmaydi. To'g'ri, ularning muhabbati bolalik, o'smirlik, yoshlikdan iborat 3 davrni beshidan o'tkazgan sapqonliq muhabbatdir. Oliy maktabga imtihon berish tayyorligi jiddiy ketayotganda, ularning o'rtasida birdilla ixtilof paydo bo'ldi. Ikramning oliy maktabni bitirishga ko'zi yetmaydi. Davlat chiqimi orqali o'qidi degan taqdirdami, yanala har xil chiqimlar ko'paydi. Uning ustiga hozir davlat chiqimi bilan o'zi pul to'lab o'qishning farqi qolmayotdi. Rastilla imtihonga qatnashmamsiz? so'radi Naima. Shundoq, oliy maktabning chiqimi oz bo'lmaydi. Undaqda men qatnashmay bo'lamdi, dedi Naima. Ota-onangizga nima deb javob berasiz? Mening ko'nglimga pukunim bor. Siz xotirjam bo'ling. Ammo siz cho'qim o'qishingiz kerak. Hamma chiqimlaringizni men to'layman. Naimaning ko'nglimga pukunim bor degan so'zining asosi bor edi. Uning to'liq o'rta maktabning 1-yilligida birga o'qib, maktabdan qaytib qolgan ikki do'sti birlashib, girim buyumlari do'koni ochgan edi. Sodasi yurishib, xeyla atlanib qoldi. Texi ular, bizning salgan dasmayimiz bek az. Dasmay ko'proq bo'lgan bo'lsa, osonlab beyib ketadi, deb armon qilishdi. Agar oshundaq tijoratning biror ipini qilib olsa, do'stlari aytgandek, o'zi bek, o'zi xon bo'lib, erkin ozodi o'tmamdi. Boshqalar uni Naima direktor deb chaqirsa, nima degan payzi, ha? Ammo Ikram o'qimasa, ularning kelgusida qo'shilishi asla mumkin emas. Turdi nazir xizmati na o'qitib bo'lmagan bir yolon to'shga qiz beramdi. Lekin sizning bu planingizga ota-onangiz qitilmaydi, dedi Ikram. Mundaq bo'lsin. Ikkimiz imtihonga birga qatnashaylik. Qaysimiz o'timiz, qaysimiz o'tmaymiz, ta'limimizni sinaylik. Agar men o'tolmasam, ota-onam mening talabimga cho'qim qo'shiladi. Degandek Naima imtihondan o'tolmadi. Buningga ota-onasi turmoq, maktabdagi ustozlarimi hayron qoldi. Ba'zilar, "Hey, imtihon degan talaga bog'liq ishga. Naimani imtihondan o'tolmaydi deb kim o'ylagan?" deyishdi. Naima ota-onasiga o'zining planini degan edi, Turdi Hasan chichangshib ketdi. "Po'ximam, men tursam sizni o'qishga boramaydi deb kim aytadi? Saqlang, pedagogika universitetidan cho'qim chaqiriq keladi." Dadasining ishonch bilan aytgan so'zi Naimani o'ylantirib qo'ydi. U o'quvchi qabul qilish uchun belgilangan o'qituvchilar, ondan arxiv chiqarib beradigan mas'ul xodimlar bilan aloqalashdi.
Naima xeylidan nurg'un agir to'qay munosabat to'rlari orqali Urumchi noyasidagi bir qizning imtihon arxivi bilan pedagogika universitetiga kelganlik kuchirini egalladi. Naima shu kunlar Urumchi noyasidagi qizni tepib, haqiqiy ahvolni aytmay, ikkimizning ismlari o'xshab ketganlikdan arxivlarimiz almashib ketibdi. Siz pedagogika universitetiga berib aloqalashing, debla yenib keldi. Ammo Turdi Hasan hech ko'rilmagan g'azab bilan ochiqlab ketgan edi. Naima tamkinlik bilan dadasini maqtadi. Dada, siz uzun yil pak diyonatlik bilan rahbarlik xizmatini ishlab kelyapsiz. Naima dadasini o'rinsiz madhiylamoqda edi. To'g'ri, men qizingiz bo'lganligim uchun menga kuyindingiz. Rahmat sizga dada. Lekin meni deb oxirgi hisobda o'zingizni bulg'avanmang. Xalay kechicha eriga yelinib yolvurib, oxiri Turdi Hasanni ayvashga keltirdi. U 50 ming so'm dasmoyi selib, Naimaga Urumchining engovat yeriga grim dukini echib bermoqchi bo'ldi. 18 yoshida to'liq o'ttir maktabni bitirib grim bo'yimlari do'kini ochgan Naima Ikramning oliy maktab chiqimini ko'tarishdan sirt 3 yil ichida do'konni 2 ga ko'paytib, xodimlarni 6 qilib bekitdi. U dadasining yordami bilan chet elga berib kelib turadigan pasport hal qilib oldi. Uning 2 do'koni davlat e'tirof qilgan Savdo boshqarish idorasi ham bosh tarmoqlari anga olgan nomi yo'lliq do'konlardan bo'lib qoldi. Naima 23 yoshga kirgan yili Ikram o'qish bitirdi. Naima dadasiga yelinib, uni shahar ichidagi Savdo bankasiga o'rinlashtirdi. Chunki u xalqaro moliya buxgalterlik kasbida o'qigan edi. Ikram xizmatga tushib, yarim yil bo'la bo'lmay to'y tayyorligi boshlandi. Ammo to'y bazmisi restoranda rosa qizivatgan. Qodir ziyolila, katta arbob ham rahbarlar Turdi Nozir bilan xol ayni muboraklayotgan paytda Ikram yigit qizlarni ham to'y ahlini hayrona has qoldirib yo'qab ketdi. Naima hushidan ketib yiqildi. Turdi Nozir xol ayla rasvoyi olam bo'lib bosh ko'taramadi. Keyin ma'lum bo'ldiki, Ikram Toshkentchilar deb nomi olgan katta savdogar Xoljonning to'kir qizini elish badaliga chet eldagi shirkatning muavin bosh direktori bo'lgan edi. Haftadan keyin odam to'niyollig'idek bo'lgan Naima osta pichirlab mundoq dedi. Dadam avliyodek gap qiptikan. Asli tabiiyati past mundoq noahlilar ko'p o'qigan seri hili mekrlari pishib yetilib, texmi razillashib ketdi ekan. U rastilla kichikkina manfaat uchun meni setivatdi. Kichik cho'qir bo'ylari charxiy palakning qismatlariga hayron bo'lgandek jimib qoldi. Lo'mshib eqiyotgan bir taram eqin eg'ir pushildab qaynamlari bulduqladi. O'rmonni chang keltirib sayrayotgan bulbullarning ovozi o'shdi. Nadandir yiroqlardan kelayotgan ko'kning g'erib ovozi bir notivanning nolisini eslatdi. Qaylan o'tlar orsidagi chekatkilar chir-chirlarini to'xtatib bir-biriga hayron bo'lib qarashsa, gul shirnalari yig'iyotgan harilar qo'ying degandek uchib ketishdi. Ehtimal ular dunyoda mundaqmi tuzkorlar bor ekana deb odamlardan bezor bo'lishqandi. Naimaning gul yuzlarini suyib to'kilayotgan yoshlar ingaklarida monchaq-monchaq eslib turibdi. To'g'liq bo'lsa, ko'mish rang tog' cho'qqilariga qaragancha ko'z qorchiqlari qitib qolgan edi. Naima, menmu bir namrat. Mendan qo'rqmamsiz. Yo'q. Siz undaq ishlarni qilaman deb muqamlashtirolmaysiz. Chunki sizda razillik bilan yo'g'rilgan bilim yo'q, dedi Naima bosh chayqab.
Bilemsiz to'g'liq. Odamlarni buzadigan havo, naq shaharning rang-garang, hashamatlik turmushi ham o'yin tomoshalari ekan. To'g'liqdan sho'xliq chiqadi ekan. Men sizni o'qitib, o'zimning turmush mezoniga loyiq qilib olsam bo'ldi. Ondan mushundaq sahro, yezilarda yashaymiz. Bularning qursaqlari ochgan bo'lsa kerak. Oldidagi suvda yuz qo'llarini yuvgandan keyin zira tuz singib mazalik bo'lib qolgan non bilan kabob yeyishdi. Shaptol sharbetini so'lov laychi bilan ichayotgan Naimani sal mugdak bosdi bo'lg'ay, asta sijib kelib, to'g'liqning yo'tisiga beshini qo'yib, ko'zini asta yumdi. Shuningdan keyin biror yigit bilan yurib boqmadingizmi? So'radi to'g'liq. Yurib boqdim. Naima kulvatdi. Men Ikram bilan yurayotgan yillardan tortib, orqamga kirib olgan Malik deydigan bir yigit bor edi. Dadam bilan opamga uning nalari yiqib qoldi ekan ta. Menga soya qilib turib oldi. Bo'ptilar deb bir necha vaqt berish kelish qiliblar. Xuddi har kepiga yegandek saskinib ketdim. Nimishqa? O'ylab ko'ring. Sizdek bir ko'mirchiga nimishqa darhalla qoyil bo'lib qoldim. Naima pallada ko'zini ichib to'g'liqqa qaradi. Chunki siz birinchi qatamni ko'rishdala menga odamdek muomala qildingiz. Mendan qo'rqib, yiqib, ko'rinib qolmadingiz. Texi ikkimiz ozoda tillasha oldik. Ammo Malikchu, "Vay, jinim Naima, jinim tatlig'im, Perişte omrig'im, Anush, cho'kinabitim deb oldimda g'iljonlab ketsa, g'idiqlarim kelib ketadi. Texi bir kuni ko'zim uyquga ketib ekan, bir kim kalti paytiqimni soldirib atadi. Uyg'onib putlarimni shartla tortib oldim. U texi izzat atmay, putingizni yuvib qo'yay degandim jononim. Devatmamda, "Bitta para azmayla mot-mot" deb tilvatdim. Shuning bilan ayrilib ketdingizmi? Ayrilib ketdim degili uning bilan yurib baqqanim yo'q. Faqat dadam opamning zo'ri bilan orlashib baqdim. Naima qizirib ketdi. Har kishi degan ismiga loyiq bo'lishi kerak. Amaliyotda ular jismoniy jihatdan bo'lsin, ahli taraflardan bo'lsin, ayollardan ustun turadiganligi rost. Buni fiziologiya ilmi isbotlagan. Ammo Malikdek belini to'lg'ab, sog'irsini o'ynatib, g'alat qiliqlarni qilib yursa, uni qandoqmi erdigili bo'lsin. Mundaq erlar mo'rti kelsa xotinini bulangchaga tashlab berib, "Men sizlarga o'rin sep beray" deyishdan yonmaydi. To'g'liq kuchlik bilaklarini Naimaning bo'yniga selib, uning beshini bas ko'tarib, yuziga yaqin akeldi. "Daqiqanga undaqda menchu. Siz eski." Shundaq, men eski. Eski degan mundaq bo'ladi. To'g'liq Naimani shundaq söydiki, xeyli bir vaqtgacha qo'yib bermadi. Nafas yetishtirolmay qolgan qiz ojiz ingrab, beshini har tarafga etib ojir tanmadi. To'g'liq qo'yib bergandan keyin qattiq hasirg'anicha to'g'liqni tilladi. "Sarang, oshundaqmi suyamdikina?" Naima dumsaydi. "Odamni o'ltirib qo'yg'ili tasla qoldi. Texi sizni bag'rimga chang tengib, ballaringizni ushtib etmaganimga xush bo'ling." Tuyuqsiz Naimaning butun vujudini zatmi tatliq bir qiziq eqin kuydirib o'tdi. Nafaslari tezlashib, yuzlari qizardi. Tomoqlari qurib, bir shirin tashnalik yuraklarini depildatibdi. Chunki uning ko'ngil ekranida mundaq uyatliq ko'rinishlar paydo bo'lgan edi. Ili daryosining suv-suzuk bir eqini. To'g'liq bilan Naima qip-yalang'och suvga cho'milib, suv chechishib yurishadi. Bardam yigit oq beliqdek yalang'och qizni dast ko'tarib, suvning cho'nqir yeriga tashlab etib, qaqaqlab kulmoqda. Suvdan shappida ko'tarilib chiqqan Naima
To'g'liq, men suv o'zishni bilmayman. Degenicha yigitning bo'ynini chin quchoqlab, yalang'och chiroyli putlarida To'g'liqning bellariga chirmoq selib oldi. Ikki yalang'och badan irmishib-chirmishib ketdi. Kun ko'rmagan bir jup oppoq yumran ko'ksi kang ko'kraklarga chaplashib, xuddi shaptoldek mijildi. Kuchlik bilaklar talchivoqdek nozik, avirshin belni chin quchoqlab o'ziga tortdi. Tunji qitim yigitning yalang'och tenidan tarqagan o'tli harorat qizga olam shumul huzur ato qilib, behoshlik girdobiga elib keldi. Naima zaif, ammo tatliq tovlivetdi. "Jinim To'g'liq, bo'shroq, bellarim ushtilib ketadi." Mana bu Naimaning burun ko'rgan tushi. Hozir bo'lingan bag'rimga ching tengib bellaringizni ushtib etmaganimga xush bo'ling degan so'z Naimaning heliqi sirliq tushida surgan sherin azoblarini yana bir qitim uning nozik badaniga qaytirib berib, yuragini tepchaklatib etdi. To'g'liq uning quliqiga tajallining ikki misralik qasidasini pichirlab degidek o'qidi. Lutf qil sherin labangdan bir asal yangliq xitob, kim oyoraj payqarodek bo'ldi ochiq intizor. Yashmisini dang. Naima pes ammo mungluq shivirladi. Ay suyimligim, sherin livangdan hasaldek bir xitob qilib, "Ne desan?" deb so'rab qo'y. Chunki intizor kunlari oyojaraj payqarodek ochiq bo'lib ketdi. Naimaning ko'zlari xumarlashib, qalin kirpiklar qora chumbardek yepildi. Nimadir kutgandek taraddudlandi. To'limi pas, ammo laziz ohangda ingirgandek qildi. "Nada sen?" Kuchlik hayajon to'mirlar patmay sakrayotgan qon, tartibsiz urayotgan yurak sho'xliqidan hasrab turgan To'g'liq. "Mana men" dedi-de uning yirik ammo parqaraq burutlari yumran lavlaga qayta sanchildi. Quyosh tag'ri tog'lari ham uning kang bag'ridagi edir qaptallarga so'sinrang soyilani tashlab makoniga oldiravotgandek qiladi. Eli daryosining oxirgi yaqinlari olmosdek yaltirab ko'zlarini chaqatdi. Qalin chimliq ustida ko'zlarini yumgan holda ko'k osmonga qarab yotgan To'g'liq bilan Naima jimjit uyquga ketgandek qiladi. Lekin ular bir-birining yuzlariga qarashga petinolmayotgandek ko'zlarini xeyligacha ocholmadi. Ammo bu chaqda o'rmon ichidan dutor, tambur ham skripkachining bir yurish mo'nliq ovozi bilan ajoyib miskin vodariha anglandi. Naqshchi go'yo yurakidagi hamma nadomat dog'larini naqshisi bilan suyayotgandek qiladi. "Naima?" dedi To'g'liq beshini yerim qayirib. "Nima degan mo'nliq naqshi ha? Ovozdan toniy oldingizmi?" "Tonishda turadi." "To'g'ri, dadam qator chayqaganda shahardan ochiqqan o'zi vijikkina, burunlari egiz, yuzlari quymoqdek odam shu. İsmi yodimdan ko'tarilibdi. İsmi Inambara." To'g'ri, dal shu odam." Naima ko'zini echib qiypash tiklangan quyoshga qaradi. "Sizmi taniydi ekansiz?" "Men No'g'aytudagi tuqqanlarnikiga borganda u odam bir amo bilan naqsh aytgan. Inambara bog'u qarang, qadimgi tekislarga bek usta. Berib anglab boqamdik." "Bo'ladi, bir narsalarni endi yig'ishtiraylik, qaytadigan vaqtimiz bo'lib qoldi." Ular bekor bo'lgan quta, so'lyav botolkalarni bir so'lyav xaltaga selib, chig'ir yo'l bo'yiga qo'yib qo'ydi. U yerdan eski-tuski yiquvchilar yig'ib ketadi. To'g'liq bilan Naima bo'kkidi jigan qarqatlardan o'tib, yop-yeshil o't bilan qaplangan majnun talliq yalang'liqqa chiqib qoldi. Inambara naqshi aytayotgan so'rin atrofiga naqshxumarlar, sayohatga chiqqan tomoshabinlar ham yo'lovchilar to'plashib edi. To'g'liq bilan Naima so'ringa selinib ketgan gilamlar,
qo'sh yostiqlarga chaynaklagan katta boylardan Azamboy, Obzar xo'ja nazar xilpatlarni yondan ko'rdi. Ular maktab sog'an, yo'l yasagan, chet elga o'qishga chiqqan o'quvchilarni yo'lagan ma'rifatparvar, xalq so'ygan boylar edi. To'g'liq bilan Naima dasturxonlardagi to'nir kabob, zig' kabob, parmoda, somsa, qo'rdoq ham har xil esil qo'rmalarni ko'rib sal aymandi. Lekin ular xalqlarning oqisida turg'ashqa naqshchini ko'rmadi. Shunga ular so'rinni oylanib oldiga o'tishi bilan saqchi boshlig'i Mahmud Ziyo, ondan Obzar xo'ja, Ag'zam to'rlarning o'ttirsida o'ltirgan Turdi Hasan bo'lsa, to'g'liq bilan Naimaga xanjardak qadaldi. Put-qo'llari titrab, yiqilib tushgili tasli qolgan Naima orqasiga burilibla ketib qoldi. Ular shu ketgancha shaharga kirib, ondan chilonliqqa yurib ketdi. Biroq ularni so'rinda o'ltirganlar oshkora ko'rib qolishdi. Tunazir, bu Bi'amdullah, sizlarning qizlariga zepmi o'xshaydi ekan-a? dedi To'kir laqamliq savdogar Shahidulloh choynalarni chachirdi. "Yo, men xato ko'rib qoldimmi o'zi?" "To'g'ri desizlar?" Turdi Hasanning yuzi po'kandak esildi. "Sizlarni tuyoqdan ketib qoldimikin desak, ko'zlardanmi ketgan o'xshamamlar?" Ag'zam to'ra bir chaqlarda muzlab qolgan yurikiga o't sog'an Naimani aniq ko'rdi. Uni to'qayliqqa so'ritib, xom tamada och kekirib yurgan Ag'zam to'ra qizining qishidagi egiz, qomatlik, kelishgan yigitni ko'rib ichi tortildi. Shunga u zahrini to'ydirmay Turdi Hasanga tiqdi. "Tunazir, hadis sherifda bir rivoyat bor ekan. Bir so'rinda Muhammad payg'ambarimiz o'ltirganida tasodifiy Hazrati Ali kirib qopdi. Rasululloh o'rnidan turib, Hazrati Aliga salom qilib, to'rni bo'shtibdi," dedi Ag'zam to'ra og'zini tamshib qo'yib. Sahobalar hayron bo'lib, "Ya Rasululloh, o'zlari ota, u kuyov o'ltirsa, uningga salom qilib, to'rdan o'rin berganlari nimasi?" deb so'ragankan Rasululloh, "Qiz bola degan bir parcha go'sht, uni sesitmay saqlagan ekan, kuyovg'ildan hurmatlik odam yo'q," debdi. Turdi Nasir g'iqqitili bo'lib qoldi. Ag'zam to'rining tilining ostida tili, ko'zining oqsida ko'zi bor, ichi qora odam edi. U kichikkina rivoyatni deyish orqali qizingni sesitib bo'psan deb nashtirini oymayla sanjib bir puxadan chiqdi. Uning sizmi xuddi oq tikanda o'ltirgandek ochiqqa hoy beranmayotgan Turdi Hasan amaldorlik kibri bilan to'ngli tagdi. "Ag'zam to'ra, men hadis, Qur'onlarni o'qiyamayman ham tushunmayman. Undaq rivoyatlarni oqshomliqqa yotqonga kirganda qushnochilarga so'zlab baslar," dedi Turdi Hasan dimiqini qaqib. Obzar xo'janing kichik cho'qur, cho'ng cho'qurlarda o'tkazib bermoqchi bo'lgan 3 kunlik chayi bugun oxirlashmoqchi edi. Shunga Turdi Hasan Oyazga mashinani kichik cho'qur Oqqu aramgohiga elib kel deb telefon berib o'tkashga pat cho'ng yo'lga qarab qo'yadi. Qizi Naima bilan heliqi ko'mirchining bu yerda paydo bo'lishi, Ag'zam to'rining sesiq kepi xuddi 30 kun ro'za tutib, po'xti eg'iz ochdim degandek 3 kunlik tomoshaning payzini uchirib edi. Hozir oltin do'koni echib berish ishida Ag'zam to'rining va'dalari lingirtoq o'ynayotdi. Turdi Hasan uningga ishonishni yoki ishonmasligini bilmay qoldi. Agar rostilla bu hiylagar tulka quyruqini tutqizmasa, Turdi Hasan o'gay qizi Naimani yemchiq qilib qovuzning talibini osonla indak keltiroladi. Azaldan tabiati yovuz yaralgan bu sarang Naimaga erishilganligi bo'lsa, "Mavu dadamkan, bu bo'lsa onamkan" deb o'ltirmayla tolaveradi.
Hozir Turdi Hasanning amaldorlik tojisi beshida to'xtamay g'ildirlab qoldi. Bu toji tushib ketsa, hasham daramlik turmushga ko'nib qolgan Turdi Hasan ozgina pensiya maoshi bilan qandoq mujonatsin. Bexatar ishkapdagi heliq pullarni xol oyning bilmagani yaxshi. Xotin kishi degan bir to'xo, hammani chechib tugudidir. Ko'nalar yetib yesa tog'mi to'shimas deb beka etmagan. Shunga o'zliksiz bulduqlab chiqib turadigan bir buloq bo'lmasa qandoq bo'lgani? Turdi Hasanning esiga oltin dukini kasla ichida xat nayma. Xat seni beqib cho'ng qilib, shuncha nurg'un pullarni dasmay qilib mush kunga ulashtirgan edim. Ammo men osh bersam, sen menga mush berdi. Bu dunyoning mezoni yaxshilikqa yomonlikmi ha? Deb shivirlaydi. Bu asnoda birsi Turdi Hasanning murisini silagandek shabi berdi. U qayrilibla ko'zlarini chaqchaydi. Chunki uning oqsida Oyaz inishib turadi. Endi keldingmi? So'ralma palas. Xeyli bo'ldi. Naqshi anglab etibdi-kalla. Payzillarini qochirmay dedim. Saz naqshi to'xtab, so'rinda choq-choq hazil boshlangan edi. Egiz-pas kulkilar rosa avjiga ko'tarilib, har kim so'rin qiziqchiligi bilan bo'p qolganda Turdi Hasan g'ippida tikibdi. U cho'ng yo'lning chetiga to'xtatib qo'ygan mashinasiga chiqdi-da, "Hayda!" deb qo'polli tegdi. Mashina Ili daryosining hayvatlik uzun ko'vrikidan o'tgandan keyin sur'atini tezlatdi. Turdi Hasan mashinaning orqa divonida o'zini tashlab, kang kushoda o'ltiradi. Ayaz oldidagi aynakdan uning tutilib ketgan chiroyiga pat-patli ko'z tashlab qo'yadi. Odatda u ko'ngillik o'ynasa yoki ishlari o'ngishli bo'lsa, gapni to'liq qiladi. Ham chaqchaq qilgan bo'lib, yosima tillaydi. Uning hozirgi alpozidan ko'nglining g'ashligi chiqib turadi. Ayaz har xil farazlarni qilib, hech tegiga yetolmadi. Yeliqi tilxatni ming bir hili mikir japada o'g'irlab, ishton yonchiqida untilib qolganligidan ansiravatgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Uningga unchilik qo'qib, ansirab ketadigan Nozir hozircha tug'ilmadi. Hey, chataq. Qovuz degan xomkalla tayoq ochig'ida hamma ahvolni dodisiga degan bo'lsa, Ag'zam to'ra bilan Nozir bir nima deyishib qoldimi-ya? Yo'q, bu faraz qamlashmadi. Agar qovuz u kunki ishni desa, o'zini soqchiga tutib berganlik bo'lmamdi. Bir Nozirning oyog'iga uyqu do'risini ishkizib, uni yalang'ochlab, rasmga tortish bu degan qonunga xilofda. Ondaqda qovuz ishigan, qonigan yuzlarini, cheqir ko'z cho'kan bilqizning kesilgan bo'ynini, sungan ishik, cheqilgan aynaklarni nima deb tushundirgandi? Ayaz oldidagi so'qchoq aynakka qarabla ko'zlarini qochirdi. Turdi Hasanning yuzi bog'an seri ko'kirib, ko'zlaridan zahardek ushqunlar chachirmoqda edi. Bu odamning yuziga so'qilgan bulut hargiz bo'ron chaqqonsiz o'tmaydi. Dachiga barabamayla Iran daryo bo'yidagi o'rmonda bir kecha nima qilishding deb Oyazning koniyini bo'g'ib, xol oyni sur to'qay qilib etammi? Bir-biridan vahimali xayollar kallasiga kirib olgan Oyaz hech bir xulosaga kelolmay ketayotganida Turdi Hasanning "Oyaz" deb chaqirishidan cho'chib ketib, qo'lidagi rol qalaymaqan pirqirab ketdi. "Hey kalva, ko'zing yo'qmi? Stolbiga uskili tasla qolding ha?" "Kechirsilar, Tunazir. Oysima esimga kelib qolib. Bo'ldi endi. O'lganning oqsidan o'lgili bo'lmaydi. Oysimani deb meni o'ltiramsan-ya." "Xo'sh, Tunazir, chaqirganda qilib edilar, biror gap bormidi?" "O'tganda Ag'zam to'rining uyidan qachon qaytdinglar?" "Hey, Oyaz, iflas, rolni ravrs tut."
Xudoya tova, bu xumsiga nima bo'lgandi ha? Boya tas qoldi stol bug'i o'skili. Endi bo'lsa udul cho'ng mashinaning ostiga kirib ketyotdi desa, Oysima o'lib bu erkak hayvonning bir yerlari qutirab qollisiga xotinatliq jin kirib olganmi nima? Tunazir xapumislar. Oysima kechidan tushimga kirib qopti ekan. Demadimmi? Olqandek yaning xapaligida sarang bo'pti bu avraz paqsi. Turdi Hasan sal pastga tushdi. Ha, nima demoqchi edim? Parkoyimni uchirib livatda bu chalma. To'g'ri. O'tganda Ag'zam to'rining uyidan qachonroq qaytdinglar? Ko'p o'ltirmadik. Ayaz o'zini pastda tutib oldi. Zarifxon og'acha nazirga ketib ekan. Heliqi cheqir ko'z cho'kan kutib oldi. Shunga Xolay xonim qo'yadigan odamatchiligini qo'yib birdamdili yenib chiqdi. Baldir qaytganinglar obdan bo'pti, dedi Turdi Hasan gattadi kekirib qo'yib. Sizlar ketgandan keyin heliqi cho'kanning ajrashib ketgan eri mas kirib ishiklarni sundirib, derizlarni cheqib, cho'kanni bo'g'izlab atkili tosli qapti. Qovuz tosqan ekan, unimi qattiq urib ho'shdan ketkizib etibdi. Uning ikki tishi sunib, bir ko'zi qon uyib ketibdi. Hozir yo'tsini ko'taramay, ostoyoqda dingoslab yurgidak. Ayazning ko'ngli joyiga tushib, yenikkina tin oldi. Necha kundan beri Xolay bilan ikkisining andishisi, eg'ir tayoq yeb ketgan qovuzning ota-onasiga bu ishni qanday tushundirishi muhim edi. Degan bilan u xeyla aqlini jo'ragandek qiladi. Albatta Xolaymu izzat obro'yini saqlash uchun davran ko'tarmaydiganligiga uningmi ko'zi yetgan bo'lishi kerak. Qap-qarab parqirab sho'li chechib turgan Santana sahroga qarab jidallab chapmoqda. Turdi Hasan ko'zlarini yumib oq divonga yo'langanicha uyquga ketgan edi. Ko'ngli joyiga tushib xeyli aminlik topgan Ayaz Turdi Hasanni uyg'otmaslik uchun yo'lning erkak chisiga qarab mashinaning sur'atini goh astalatib, goh tezlatib haydaydi. Ammo Turdi Hasanning ko'zlari yumilib turgani bilan uxlamagan edi. U Naima bilan Xolayning adibini qandoq berish haqida kursigida cho't so'qib atdi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Balon nomli romanini bugun mushergacha anglatdik. Davomini atigi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shanxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.